Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Dilasa Nurmurodov kanali. Xo'sh do'stlar, bugun videoroligimizda videoning nomidan ko'rib turganingizdek, bugun akkauntimni obzor qilib beraman. Siz qulayroq joylashib oling, men esa videoni boshlayman. Qani, let's go. Xo'p do'stlar, birinchi bo'lib albatta akkauntimni ko'rsatsam. Ya'ni tarkibimni. O'tgan videorolikdan ancha-muncha farqli. Ko'p futbolchilarni sotdim. Cucurella, Kanate, Dumfries, Dembele, Yamal. Chunki kuchaytirish kerak va ular endi 85 lik kartalarni olgan edim. Va ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda 29 ta kuchaytirgich. Mana juda ham ajoyib. Tarkib juda ham ajoyib. Hali buni kuchaytiramiz, xudo olsa. Bir haftalardan so'ng video chiqaraman. Ajoyib kuchayadi. Kamida bitta full chiqadi do'stlar. Yana bir narsani aytib o'taman, ya'ni mana bu yerdagi o'rin 69 do'stlar. Hozirda 89 va yana o'yin o'tkazganimdan keyin 70 bo'ladi. Bu yerda 228 marta birinchi o'rin, 7 marta ikkinchi o'rin, 3 marta uchinchi o'rin olganman. Stadion 92.632 ta odam sig'dira oladi. Bu full degani. Stadion full do'stlar. Kim bilmasa, Real Madrid fanatiman. Stadionning nomidan ham, keyin o'zidan ham bilsa bo'laveradi buni. Va mening akkauntim nomidan ham Dilasa Nurmurodov deb yozmaganman. Mana bu yerda ko'rsamiz, bu yerlardan uncha ko'p narsa ochilmagan, to'g'risi. Logotip, nom, o'yinchilar va mana bunaqa yangi shapka kelgan. Nima derdi, fermerchilarning bir qanaqadir davlat, uncha ismi kelmayapti. Markashliklar bunaqa taqib yurar edi. Mana bu kiyim ochilgan. Bosh kiyim mana shu berilgan, boshqa ochmaganman. Va ochkilarda mana bu qora ochki ochilgan bo'ldi. Endi sizlarga bir narsani ko'rsaman. Mana bu yerdagi hozir live o'yinimizda 52-chi o'rinda ekanman. Va kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, albatta mana shu videoning kommentiga plus qoldirsin va men vaqtini yozaman va kodni ham birdan yozib bera olaman. Tarkibimni yaxshilab tanishtirmadim. Ko'rib olishingiz mumkin. Zenga 93. Ko'pchilik savol beryapti. Zengani qachon oldingiz, qayerdan oldingiz deb. Men Zengani 2025-yil iyul oylarida olgan edim, adashmasam. Va kuchaytirib full qilgan edim. Bu yerdan avval xudo olsa kuchaytiramiz, chotki. Receiver'dan men Dynamic Players'dan 3 ta o'yinchini oldim do'stlar. Sorlot, McKennie hamda Isidor. Biroz ana shunday transferlarda omadim kelmadi. Lekin Sorlot juda ham ajoyib, ya'ni Norvegiya ham ajoyib davlat. Holland, yana Odegaard, mana shular guruh bosqichidan albatta chiqishadi va bu 85 bo'ladi. Isidorku umuman guruhdan bilmadim chiqadi, oladimi, yo'qmi? To'g'risi uncha ishongim kelmayapti. McKenniega keladigan bo'lsak, AQShda ham hozirda yaxshi futbolchilar chiqayotgan davlat va AQSh menimcha chiqsa kerak. Ya'ni Pulishlar bor va menimcha katta ehtimol AQSh ham guruh bosqichidan chiqib 85 bo'lishi mumkin McKennie. Keyin noyob futbolchilarni ko'rib turibsiz. Bizda ham 4 ta. Ya'ni Diego Jota do'stlar, Diego Jota bilsangiz 2025-yil yo'q. 2025-yil avariya bo'lib vafot etgan. Afsuski buni ukasi menga kelmadi. Shuning uchun ola olmay qoldim. Erlor Shomurodov, bu ham noyob bir o'yinchi. Chunki bu Dilasa 26 da yo'q do'stlar. Bilsangiz, Turkiyaning Başakşehir, Istanbul Başakşehir klubiga o'tib ketdi va
u Dilisidan olib tashlandi. Chunki Turkiya chempionati Dream Liga Soccer 2026da yo'q. Abduqodir Husanov noyob deb bo'lmaydi-ku, lekin 72 lik kartasi. Hali buni sotib 78 likni ham olishga harakat qilib ko'raman, lekin keladimi yo'qmi, to'g'risini bilmadim. Sotib olib yana pulga kuyib o'tirmaylik. Thiago Silva do'stlar. Bu ham noyob o'yinchi, chunki hammada ham yo'q bu. Bilsangiz PSJda Chelsea da o'ynadi, keyin PSG ga o'tdi va shu bilan Portuga o'tib yo'q bo'lib ketdi. Lekin Thiago Silva keldi va men oldim. Xo'p, bu yerdan Luka Modric hozirda Milanda yaxshi o'yin o'tkazyapti. 81 lik kartasi. Lionel Messi 83 lik. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tarkibda noyob futbolchilar Thiago Jota va Eldor Shomurodov bo'lib turmoqda. Va Thiago Silva desak ham Zengani aytsak ham bo'ladi, chunki do'stlar hammada ham Zenga yo'q. Xo'sh, yana qanaqa ma'lumotlarni berib o'tsam ekan, ya'ni nimalarni ko'rsatib. Xo'p, bu yerda 8 ta o'yin qolgan. Chempion bo'lsam, albatta 900 tadan oshib ketadi. 930 talar bo'lib qoladi o'zi tangam. Yo'q, 930 tadan ham oshib ketgan do'stlar. Klanimni ko'rsatsam sizga do'stlar. Mana mening klanim do'stlar. Ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh. XP'larni ko'rishingiz mumkin. 142.768. Yana ko'rsatadigan menimcha hech narsa qolmadi do'stlar. Menimcha hech narsa qolmadi boshqa. Xo'p, do'stlar, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sizlar bilan Dilis Normurodov bo'ldi. Albatta kanalga obuna qo'yib, videoga like bosib qo'ying. Albatta xudo xolasa futbolchilarni kuchaytiramiz degan video bir haftalar ichida chiqib oladi. Sizlar uning uchun podechka qilib turinglar mana shu videoga. Agar 5 ta like yig'ilib, 5 ta komment yozilsa, yo 5 ta like, 10 ta komment yozilsa, men albatta bir haftalar ichida futbolchini kuchaytiraman. Yana bir surpriz, oldinda yana bir kishi bo'ladi. U boshqa bir youtuber deb o'ylamanglar. Prosta shu o'sha payt bilib olasizlar do'stlar. Xo'p, sizlar bilan Dilis Normurodov bo'ldi. Har doimgidek xayr, ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.